Mana Jinoyat kodeksiga keldik. 238-moddasi yolg'on guvohlik berish. Yolg'on guvohlik berish, ya'ni surishtiruvchi olib borish dastlabki tergov chog'ida yoki sudda guvohning yoki jabrlanuvchiligini bila turib yolg'on ko'rsatuv berishi yoxud ekspertiza bilan ekspertning bilib turib yolg'on xulosa berish. Xuddi shuningdek tarjimonning bir tildan ikkinchi tilga bila turib noto'g'ri tarjima qilish. 300 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoki 1 yildan 3 yilgacha. Nimaga o'shanda ekspertni man nimasini bergan xulosasini nimaga telefonga tashab qo'yib, oxirida ilovaga tashab beraman. Xudo xolasa o'zlaringiz ham ko'rasizlar, baho berasizlar. Hamma yeri bo'yalib, chizilib yotibdi. Bironta to'g'ri joyi yo'q. Lekin qonunda ularni Vazirlar Mahkamasining 63-sonli yo'q, to есть 73-sonli qaroriga asosan bitta ham xato qilmash kerak. Xato qilishga haqqi yo'q ularning. Bitta xato odamning inson taqdirini hal qiladi ularning xulosasi. Bitta xatosi. Lekin 70 ta xato sanab berdim sudyaga, ekspertga ko'z oldida. Ekspertga nima deysiz shunga? Nima uchun buncha xatoga yo'l qo'ydingiz desam, jim meni savol javob qilgan chaqirdingiz menga degan gapdan yo'g'iga o'tirmadi. Xo'p. 68-moddasi Jinoyat kodeksini. Ekspert bila turib noto'g'ri xulosa berganligi, surishtiruvchi yoki dastlabki tergov ma'lumotlarini surishtiruvchi, tergovchi yoxud prokuror ruxsatisiz oshkor qilganligi, shuningdek uzrsiz sabablarga ko'ra xulosa berishni rad etganligi yoki bu ishdan bo'yin tovlaganligi uchun jinoiy javobgar bo'ladi. Xo'p, prokurorni ko'rsatmasi ruxsatisiz oshkor qilmaslik kerak ekan. Men ham oshkor qilganim yo'q bu narsani. Men ham qonunlarga bo'ysundim. Ular bo'ysunmasa ham men masalan qonunlarga bo'ysundim. Shuning uchun qachon hukmga kirgancha men buni ijtimoiy tarmoqqa joylaganim yo'q bu narsalarni. Oshkor qilmaslik. Bu ham tergovda bo'ldi narsa. Tak. Hozir. Yolg'on xabar, ta'ziq. 206 Ma'muriy kodeksida 206 prim 1-moddasi ta'ziq o'tkazish yoki zo'ravonlik sodir etgan yoxud ularni sodir etishga moyil bo'lgan shaxs tomonidan himoya orderi. Buni o'qigim kelmayapti. Himoya orderi mana tagida o'zgartirish kiritilgan 640-sonli qonunga asosan 2020-yil 5-oktyabrda. Bu ham Saida Mirzayevani tashabbusi bilan kiritildimi? Xo'p, kiritilganda kiritilibdi. Buni ijrosini kim ta'minlaydi? Bir tiyinga olgani yo'q. Oddiy bir uchastkoy bir tiyinga olgani yo'q. Nima bo'pti order bo'lsa deyapti. Bo'lmasa o'zi berdi shu orderni. Oddiy o'yinchoqdek gap ekan order qog'ozi. Lekin mana bu yerda mana bazaviy hisoblash miqdorini ketdi yoki 15 sutkagacha qamoq jazosi deb. Qamoq bor, shtrafi bor. Shtrafni o'zimiz urib qo'ydi qaytanga. Haqorat qilibsan deb turib menga 20 minimalka urdi. O'sha birinchi instansiya, ikkinchi instansiya keyin tushirib uni 2 minimalkaga tushirdimmi, nimadir qildi. Masini hozirgacha to'laganim yo'q. Oxirgacha bordim, fuqarolikka ham yozdim u bo'yicha. Hech kim javob bera olmayapti. Javob bersin, to'lab qo'yaman. Gumon qilinuvchining, ayblanuvchining, sudlanuvchining yaqin qarindoshlari va qonuniy vakillaridan birining advokat bilan bir qatorda himoya sifatida ishtirok etishiga gumon qilinuvchining, ayblanuvchining, sudlanuvchining iltimosnomasi bo'yicha surishtiruvchining, tergovchining qarori yoki sud ajrimiga binoan yo'l qo'yilishi mumkin. Men boshimdan travma olganman deganman o'sha sudda ham. Birinchi sud qaysi sudda bo'lsa hammasida aytganman. Ayolim nima qilsin, mana shu yerga javob berib yuborsin desam, qarshilik ko'rsatildi. Ayrim joylarida to'g'ri
ruxsat berdi-yu, ming afsus. Lekin asosiy joylariga kelganda ayolimni tinglashgani yo'q. Bo'lmasa qonuniy vakil hisoblanadi. Fuqarolik kodeksida ham to'g'ridan-to'g'ri vakil hisoblanadi. Sudyalar ruxsat bersa, qonuniy vakil bo'lib o'tardi. Bular nimadan to'lov qilib turib, notariusdan to'lov qilib vakil qilib olib keling. Aynan notariusdan o'tkazsin, to'lov qilsin degan joyi yo'q-da bitta qonunda. Ijtimoiy himoya muhtoj aholi murojaatlarini tezkor ko'rib chiquvchi ishonch telefonlar ishga tushirildi. 2023-yil 15-oktyabrdan o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lgan yolg'iz yashovchi hamda yolg'iz keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslar inson ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish markazlari tomonidan tasdiqlangan jadval asosida bir yilda kamida bir marotaba chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi degan. Mana video qo'yganman Xorazm viloyat больницасini, shifoxonasini. Ko'rikdan o'tkazish uchun qancha vahimalar bilan urush janjallar bilan o'tkazishdi, unda ham bir yarmi platniy bo'ldi. Lekin mana qonunda yozib qo'yibdi. Yo'q, qonun emas ekan, Qo'shko'pir rasmiy kanaliga Telegramga tashlab chiqarib qo'yibdi. Endi bular ham qaysidir hujjatdan olganda chora-tadbirlar to'g'risidagi hukumat qarori, hukumat qarori 539-qaroriga asosan ekan bu narsa. O'zbekiston Respublikasining sud ekspertiza to'g'risidagi qonun 10-yil ekspertiza, o'lgir ekspertiza qaromi chiqib ketdi uni ham. Ijtimoiy ta'tillar har yilda mehnat ta'tilidan tashqari beriladi. Xodim tomonidan belgilangan muddatlarda endi bular berildi, maktab tomonidan berildi o'sha paytda maktabda. Borilmadim, keyin jinoiy ish ochamiz dedi, ochaveringlar bo'lmasa qonuniy bo'lsa dedim. Keyin bular mana shu narsalarni qo'llab turib otpuska berdi shekilli, shunaqa deganlar. Sud ekspertizasini o'tkazish 30 kun mobaynida bajarilishi mumkin. Mana sud ekspertizasini ikkita ekspertizasini hali ham o'tkaza olmayapti bular. O'tkazgan bo'lsa menga javobini bermayapti. Yani bittasi 2024-yil 25-sentyabr, ya'ni urib-urib ko'rpaga o'rab urib chiqarib tashqariga tashlaganlari. Yana bittasi kichkina o'g'lim, bilmayman kim tan jarohati yetkazgan, o'shani ekspertizasini Qo'shko'pir bera olmayapti. Ikkita ekspertiza qolib ketdi. Ichki ishlarda dedi, ichki ishlar yo'q, bizada emas, bermayapti dedi. O'rtada kim prokuraturaga aytinglar, huquqbuzarlik alomatlari sezilsa dedi, unga aytgandan foydasi yo'q, aytgan bilan ko'rib bermaydi ular. Xullas, shunaqa. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi muqaddimaga qaranglar. Biz O'zbekistonning yagona xalqi, inson huquqi va erkinliklari, milliy va umuminsoniy qadriyatlari, davlat suvereniteti prinsiplariga sodiqligimizni tantanali ravishda e'lon qilamiz. Demokratiya, erkinlik va tenglik, ijtimoiy adolat va birdamlik g'oyalariga sadoqatimizni namoyon qilamiz. Inson, uning hayoti va erkinligi, sha'ni va qadr-qimmati oliy qadriyat hisoblanadigan insonparvar demokratiya davlatimiz. Ming afsus salligi hayf. Ko'zi poraga, pulga, mansabga to'ymagan qoromxo'rlar. 80-moddasi Konstitutsiyaning. Voyaga yetmagan moddalarga yetgan mehnatga layoqatli farzandlar o'z ota-onalari haqida g'amxo'rlik qilishga majburdirlar. Mani ota-onam o'sha yerda arizani qaytarib olishim uchun, olmaganligim uchun alimentga berdim. Endi ayam boshqaradi, to'g'ri gap, uyda. Ochiq aytaveray, mana ko'rib o'tirganlar bo'lsa, men undan tortinmayman, o'sha bo'lar ish bo'ldi, hamma narsa ochilib qoldi. Bu jinoyatchilar esa onamni nimalari, nevaralari, jiyanlari. O'zi tomon, onam taraf demoqchiman-da. O'zi opamni nimasiga bergan, akasiga bergan. O'sha jinoyatchilar. O'sha uchun meni alimentga berish onamdan chiqqan nima bo'lsa kerak bu. Fikr bo'lsa kerak.
Men больницада operatsiya bo'lib yotibman komada, bular meni alimentga berib o'tiribdi sudga. Sud ham chiroyli qilib qanoatlantirib pechat urib bergan. Keyin 2-3 oydan keyin san nima o'zimga kelib Galeskada sudga borib bu shunaqa qilibsizlar desam, qanday qilinadi bu Oliy sud? O'sha yerda Shovot tuman sudi Doniyor degan sud raisi bor. Mumkin emas bu, kim qilibdi ekan deb qarab, u вперед bo'lib ketibdi Bog'otga. Siz ishingizni ko'rgan sud dedi. Xudo biladi u Bog'otga ketdimi yo'qmi. O'zi bo'lganda yaxshigina lekin gapni eshitardi mendan. Sudya bo'lsa ham to'g'risi men yo'qotgan narsam qolmadi. Aytarimni aytib tashardim shu yerda. Lekin Doniyor aka u ham bechora shuncha harakat qildi, yordam berib, voy qarorlarni atmen qildirdi, lekin oxirigacha emas, oxirigacha yurish qilolmadi. Unga ham bosim bo'lgani aniq. Sababi mana bu modda ochiq ko'rinib turibdi-ku, mana buni qilib bering desa, bir 2-3 ta ariza tashladik, 2-3 ta ariza ko'rilmasdan yotibdi hali ham. Videolarigacha turibdi, uni tashlab beraman keyinchalik. 55-modda har kim o'z huquq va erkinliklaridan qonunda taqiqlanmagan barcha usullar bilan himoya qilinishga haqli. Menga afsus mana. Qanday himoya qilasan? Qo'lingda vakolat bo'lmasa. Ber fuqarolarga vakolat. Ber harbiy rezervchilarga vakolat. Mamlakat xavfsizligini biz ushlaylik. To'g'ri, mamlakat deganda hudud tushuniladi. Hudud kimniki? Hududda kimlar yashayapti? Xalq yashayapti-ku. 52-modda O'zbekiston Respublikasi davlat o'qituvchilarining sha'ni va qadr-qimmatini himoya qilishi, ularning ijtimoiy va moddiy farovonligini kasbiy jihatdan o'sishi to'g'risida g'amxo'rlik qiladi. Menga afsus allaga. 49-konstitutsiya moddasi. Tartibda jamoatchilik muhokamasidan o'tkaziladi. Katta tadbirlar, muammolar jamoatchilik nazoratidan o'tkaziladi, deyapti. Davlat barqaror rivojlanish prinsiplariga muvofiq atrof muhitni yaxshilash, tiklash va muhofaza qilish ekologiya. O'zi ekologiyani xodimi menga tan jarohati yetkazib berdi. Bular qanday ekologiyani himoya qiladi? O'zi ekologiyani barbod qilayotgan odamlar shu o'zi. Saqlash bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshiradi. Ular nima bilan shug'ullanib yuribdi? Ekologiya daraxt ekishni o'rniga kelib 5-6 ta bo'lib urib. Davlat Orolbo'yi 29-moddasida qonunni buzgan holda olingan dalillardan oliy sudlov amalga oshirish chog'ida foydalanishga yo'l qo'yilmaydi. Jinoyat men qonunni buzadigan ma'lumot olganim yo'q, tarqatganim ham yo'q. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, mana hozir to'g'ridan to'g'ri aytaman, prokuratura tomonidan ish qo'zg'anglar menga. Faqat harbiy prokuratura tomonidan. Men fuqarolik prokuraturasidan ham noroziman. Hozir o'rtamizda o'sha kelishmovchilik bor ichki ishlardan. O'sha uchun harbiy prokuratura agar ko'rib bera olsa ular ham baribir aylanib kelib sepochkasi bosh prokurorga taqiladi. Ular ham ko'rib bera olmaydi. Men qonunga buzgan holda ma'lumot olib tarqatganim yo'q. Qonunda nima bo'lsa, o'shani qildim. Taqiqlanadi degan joyni qo'yib ketgan. Mana bitta misol, davlat xavfsizligini ish faoliyati va xodimlari yoritilishi taqiqlanadi degani, ana tan jarohati yetkazgan ukamni o'zini chiqarganim sababi u jinoyat sodir qilib turibdi. Uni yopib turibdi. Yopgandan keyin majbur bo'ldim chiqarishga. Birinchi sababi, ikkinchi sababi u ta'tilda bo'lgan o'sha payt. Xizmat faoliyatini men yoritganim yo'q ularni masalan. Shaxsiy huquq va erkinliklar 25-modda konstitutsiyani. Yashash huquqi har bir insonning ajralmas huquqidir. Qanday yashaylik? O'ldirib yubormoqchi bo'lsalar qanday yashaylik? Yana u qoziman deganlar. MIP ma'naviy zararni zo'rini yetkazib kelgan menga. Har kun SMS jo'natib kelgan. Bo'lar bo'lmas SMSlar. Ularni men tashlab berganman vaqtida, yana ham tashlab beraman kerak bo'lsa mana. Men shuncha qarzingiz bu qayerdan keldi, nima bo'ldi bu?
qonun hujjatlarini ijro qilish to'g'risidagi qonunda yozilgan. Qanday nima hammasini asoslar bilan keltirib turib, xodimni o'zi yuzlashib turib nima qilish kerak. SMS yuborsin degan joyi yo'q. Yolg'on axborot tarqatish 202 Jinoyat kodeksida shaxsning qadr-qimmati kamsitilishiga yoki uning obro'sizlantirilishiga olib keladigan yolg'on axborotni tarqatish, shu jumladan ommaviy axborot vositalari, telekommunikatsiya tarmoqlari yoki internet jahon axborot tarmog'ida tarqatish. Yolg'on emas-da bu. Tarqatyapman men axborot, lekin yolg'on emas. Mana yolg'on bo'lmasligi uchun polностью dalillarni mana shu videodan keyin ilova qilib turib tashlab qo'yaman. Bu adashmasam ma'muriy kodeks yoki jinoiy bo'lishi ham mumkin. Men tagiga yozmagan ekanmiz buni. 59.2 modda oilaviy zo'ravonlik. Xotiniga, eriga bir ro'zg'or asosida birgalikda yashayotgan shaxsga yoki umumiy farzandga ega bo'lgan shaxsga nisbatan sodir etilgan ta'lim olish ham mana barbod bo'ldi. 4 ta joy o'zgartirdi bolalar. Maktabini mana shu jinoyat sabab. Mayli mulklarni gapirmaylik desak, huquqni amalga oshirishda to'sqinlik qilish, mol-mulki va shaxsiy 3 ta molim sotib yuborishdilar yashirib. $2000 pul qolib ketdi, mashina sotilib ketdi dori-darmon uchun yarim narxga va shaxsiy ashyolarni qasddan shikast yetkazish, drabilkalarni yo'qqa chiqarib yuborishdi. Dadam o'zi oxiri aralashib, "Men yo'qotdim, men o'g'lim nima deysan?" deyapti. Endi otaga qarshi chiqib bo'lmaydi, bu yerda bilasizlar. Endi dadam ham jinoyatni shu bilan to'xtatar degan maqsadda nima qildi? Arizasini qaytarib olar degan. Agar to'g'ri yo'l deb o'ylaymanki, bularni naborot qaytarish, to'xtatish kerak emas. Bularni ko'zini ochish kerak, jazolash kerak. Kerak bo'lsa qamash kerak. Xalq oldida bir 20 yil, 30 yilga. Mana shunday, mana o'zini jiyanini qamatdi degan isnodga men chidab yuraveraman. Sababi ertaga yonimdagi qo'shni, birovni bolasi, birovni jiyani, birov aziyat chekmasin bu bolalardan yana. Hammamiz baribir odam ota momo havoga borib taqalamiz. Hammamiz shularning farzandimiz bunday olib qaraganda. O'sha uchun bir-birimiz bilan qarindoshmiz. Nimaga kerak? U jiyaning, u tog'ang, uni deyaversang, unda rivojlanish bo'ladimi? Ertaga nima qoldiramiz biz farzandlarimizga? Shikast yetkazish, xuddi shuningdek ushbu shaxsning sog'lig'ini yomonlashishiga olib kelgan tarzda ularning sha'ni va qadr-qimmatini taqdirlash, ularni qo'rqitish, hammasi mana bizga to'g'ri kelyapti. 59.2 Bu adashmasam yo ma'muriy yo jinoiy kodeksda 59.2 kengaytirilgan tarzda ularning sha'ni va qadr-qimmatini qo'rqitish, yaqin qarindoshlaridan ajratib qo'yish. Bu narsalar ko'p bo'ldi. Kerak bo'lsa o'g'illarimiz ko'chaga chiqib bolalar bilan o'ynamoqchi bo'lsa, borib ota-onasigacha aytib keldi bular. O'ynamasin o'g'ling bular bilan deb ajratib qo'ydi jamiyatdan. Xullas, bilmayman. Endi jamiyatga ham ozgina foydam tegarmi shu oqibatidan, ozgina hushyor tortilar. Hech bo'lmaganda hammani bir hushyorlikka da'vat qilib, nima qilolmasam ham hech bo'lmaganda o'sha o'zimizni hududdagi, mahalladagi, Qo'shko'pirdagi odamlarga ogoh qilib qo'ydim men o'shalarni. Tuman sentridamiz. Tuman sentrida ko'pchilik taniydi ularni, xabari bor. Ehtiyot bo'linglar. Keladi, gaplashib turib, manikidek qilib turib, ishini yasab ketadi. O'shanda ehtiyot bo'linglar.